Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor olami kanalimizning doimiy kuzatuvchilari, hurmatli qulpina ishqibozlari, hurmatli dehqon akalar, mirishkor akalar, aziz yurtdoshlar, biz Toshkent viloyati Angren shahridamiz va bugungi kundagi terim jarayonlari haqida ma'lumot berish maqsadida Jamshid akamiz xonadonlariga yana bir bor tashrif buyurganmiz. 22 may sanasi hafta kuni bilan payshanba 2025-yil. Qulpinalarimiz mana bugungi holat, aziz yurtdoshlar, maşallah. Bugungi kunda ham mana terimlar bo'lib turibdi. Bugungi kun natijalari bilan tanishish maqsadida yana tashrif buyurganmiz akalar. Qolgan ma'lumotlarni mana bu tomonda dehqon akamiz o'zlari. Akamizning uylari uyimizga yaqin, shuning uchun mana shu bugungi kun jarayonlarini qadam-qadam sizlarga yetkazib borishga harakat qilyapmiz. Akamizga iltimos qildik, yana akamizdan mana yo'q demay, xudo xolasa bajonidil maslahatlarni berib boramiz deyishyapti. Jamshid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zulfar, charchamayapsizlarmi? Xalq xizmatimi? O'zingiz yaxshimi aka? Bo'lyaptimi ishlaringiz? Dehqonchilik bilan charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Xudoga shukr aka. Qanday bo'lyapti aka terim jarayonlari bugungi kunda? Zulfar, ko'z tegmasa yaxshi ukajon. Hosildorlik yaxshi. Endi sal kunisi ham maydalashdi. Sal yengillashdi ham. Lekin yaxshi hali qancha terim teramiz uni Alloh biladi. Hozir kunda ham lekin terim jarayoni zo'r bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti, yaxshi ko'z tegmasin. 50 kilo, 70 kilo. Zulfar, buni bitta afzallik tarafi bor ekan. Ishingiz chiqib qolsa, ertangi kuni ham teraverar ekansiz. Unaqa pishib o'tib ketmas ekan, ezilib ketmas ekanda. Yaxshi qulpina ekan. Men chunki bizlar bilasiz-ku, boshqa ishlarimiz bor, boshqa joylarimiz ham bor, bog'dorchilik yo'nalishida ham. Shu taraflari ham menga yoqdi buni. Keyin terasiz, ya bo'ldi, bugun bu yerdan hosil endi chiqmaydi bo'laysiz. Ertangi kuni siz yana jonivor pishib turibdi-da. Yaxshi hosildorlik, yaxshi ko'z tegmasin. Zo'r. Har doimga bor ekan demak. Hozir har doimga o'sha yarim qilib teryapsiz-a? Hali ham shunday teryapman. Mana bu tomoni akamizni ozgina joyi, yana narigi tomonda ikkinchi qismi bor. Har kuni shu 50 kilo atrofida terilyapti. 50 kilo, 70 kilo maksimal, to'g'rimi? Bironta ishimiz chiqsa ozroq teryapmiz. Pishib o'tib ketmas ekanda. Keyin yana teraverar ekansiz. Unaqa ezilish, unaqa sifati ketish yo'q qulpinayda. Bir kun, ikki kun hech narsa anaqa qilmas ekan. Zo'r. Zarar qilmas. Hozir mana shu terim jarayoni boshlanganiga qancha vaqt bo'ldi Jamshid aka? Bunday hisob-kitob qilib ko'rdingizmi? Hisob-kitob qilsak, mayda boshida boshlagan edik-da, terim jarayoni. Terim jarayoni shu may oylarida boshida boshlagan bo'lsa, hozir bugun 22-may sanasi bo'lsa, hali yana xudo xolasa terim jarayoni davom etadi. Shu mayda oxirlariga endi bilmaymiz qaysi paytgacha borishini. Lekin hozir kunda ham yaxshi bo'lyapti terim. Yaxshi terim, yomon emas, yaxshi. Bugungi kun holati ham yaxshi, mana. Yana bir ko'rsatib qo'yaylik. Bugungi terim qanaqa bo'ldi? Necha kilo terdingiz mana shu yarimidan? Bugun yarimidan 45 kilo terdim. 45 kilo. Bugun holat. Narx-navo sal o'zgardimi? Ta'sir qildimi narx-navoga? Narxlar yaxshi. Bozor chaqqon. Narxlar o'zgardi, ancha ko'tarishlar bor narxlarda. Qancha bo'ldi bugungi kunda? Bugungi kunda 55 ming, 35 ming, 30 ming. 55 ming, 35 ming, 30 ming. Yaxshi. Maydalar demak 30 mingga chiqib qoldi-da. Chiqib qoldi maydalar. Mayda qanaqa chiqyapti? Ko'p emasmi? Yo'q, maydalashdi lekin Zulfar. Sal maydalashdi. Kunisida qarang, hazil qattiq issiq bo'lmadi. Havo harorati haqiqatan bu yil sal ancha erta issiq tushdi. Jamshid aka shuni hisobiga mevalarimizga ancha ta'sirini ko'rsatdi, xudo xolasa. Lekin yaxshi. Terim yaxshi ketyapti. Ko'z tegmas. Bir oy bo'ldi bunga ham ekilganiga. Bir oy bo'lib qoldi. Bir oy bo'lib qoldi. Bir oy bo'lib qoldi. Mana tanoplar chiqar, baqvat chiqaryapti tanoplarni. Ko'z tegmasin. Xudo xolasa. Shu avgust oylariga bu ko'chatlarimiz inshaalloh tayyor bo'ladi. So'ragan yurtdoshlarimizga. Sozgina, ishonchli ko'chat so'rab yurgan akalarimizga ko'chatlarimiz sotuvda bo'ladi o'sha paytga kelib, akamiz o'zlaridan ortganini xudo xolasa. Xudo xolasa, beramiz xalqimiz uchun, qo'limizdan kelgancha. Mana shu joyga kelgan. Akalar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Jamshid aka, katta rahmat, joningiz omon bo'lsin. Rahmat sizga, Zulfar. Xudo xolasa shunday qilib siz bezovta qilaveramiz endi har zamonda kelib. Ayamay kelganingiz uchun ham rahmat, mayli. Nima ishlar bo'lyapti? Qanaqa ketyapti jarayonlar? Aziz obunachilar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.